4 xona yoki 5 xona o'qiyotgan tanishlarga tashlab qo'yildi, chunki bu uyimiz 4 xona, 5 xona qilingan. Общий koridor. Hop, общий koridor qanaqa bo'ladi deyshlar. Bu yoqdan podyezddan kiriladi. 2+2 chap qo'limizda bitta xonadon bo'ladi, o'ng qo'limizda ham bitta xonadon bo'ladi. Bular ikkita ikki xonali bitta qo'shgan. Hop, o'ng qo'limiz birinchi ko'rsatamiz. Mana bu yoqda o'zining zallari bor mana. Birinchi zali. Bu yoq oshxona joyini bitta kichkina detskiy xona qilib qo'yishgan. Bu yog'imizda sanuzel mana. Uyimizning remonti o'rta holatda turibdi. Bu yog'imizda bitta spalniyimiz xonamiz. Bu yog'ini kladovka qilib olishgan ekan mana. Hop, endi ikkinchisini ko'rsatamiz. Hop, bu yog'imizda mana krushimiz bordi. Bu yerda ham chap qo'limizda mana zal qismi bo'ladi. Uyimizdan 58 kvadrat bunisi, boyi ko'rsa ham 58 kvadrat. Hop, chap qo'limizda oshxonasi mana. Shunday bo'ladi. Hop, bu yog'imizda chap qo'limizda bitta spalniy xonasi bo'ladi mana. Bu yog'imizda tualeti mana. O'ng qo'limizda sanuzel mana. Hammom. Hop, bu uyimizni отдельно sotib olsanglar ham bo'ladi. Xolisinglar bunisini, xolisinglar unisini olsanglar ham bo'ladi. Bu yoqqa ishinglar qo'yib, bemalol foydalansa bo'ladi. Hop, bu uyimizning narxini 67 ming so'rashyapti. Bunisiga ham, unisiga ham 67 mingdan har bittasi. Ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'yishga ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.